Bu manzara yuragimni ezdi. Oddiy bir ota. Yoniga farzandlari va ayoli kelib tushlik berib ketdi. Yoniga bordim, so'radim. Akajon, ismingiz nima? Inomjon. Inomjon aka, bu yerda ishlaysizmi? Bo'shagan paytim kelib, tirikchilik qilib ketaman. Yaxshi kunlardan kelib qoldim. Shu gap meni sindirdi. Yuragim ich-ichidan nimadir uzildi. Yo Rabbim, naqadar rahimlisan dedim-da, uyga olib borishini so'radim. Bu mendan sizga inshaalloh ehson. Faqat borib yashash joyingizni bitta ko'raylik-a. Borganimda esa ko'z yoshimni tiya olmadim. Farzandlar yalang'oyoq, issiq turpoqdan, og'riqdan qochishayotgan edi. Hozir mana shu yerda to'raliklar yotasizlar, tushunishim bo'yicha. To'ralamiz yerda. Makam sig'amiz to'ralamiz. Kech payt yerda yotasizlar, mana shu matrasda. Kichik farzand ko'p och qolib ketib kasallik orttirib olgan. Orada sudurgi berib qolar ekan. Ayol aytar, farzandlarim kasal bo'lmasin Robbim, davolagani pulimiz yo'q deb xavotirda yashar ekan. Yetishdi, o'sha och qolgandan sudurgi bo'ladi. Shundan kelib chiqadi o'sha yetishmovchilikdan deyishdi. Yashash joyiga qarang, bir kapa issiq tushsa yondiradi, sovuq esa muzlatadi. Qizaloqlarning orzusi bor, kichik bo'lsa ham uyli bo'lish. Tatuyimiz bo'lsin. Qanaqa bo'lsin rangi? Qashar. Ehson qiling, like bosing, videoni barchaga tarqating, bu dard 100 minglab yuraklarga yetib boradi. Agar shularni amalga oshira olsak, biz ularga yangi hayot, yangi uy qurib beramiz. Alloh uchun harakat qiling.